Yoki yangi dachalarni ochyapsiz, ma'ro bo'lsin. Bu yangi dachamizga necha kishi sig'adi? 20 kishigacha qabul qilamiz. 20 kishigacha, Bemalol. oila ulfat ichkilisiz. 20 kishiga nima sharoit qilib beramiz? 20 kishiga игровой full hammasi bor. Kompyuter, tennis, bilyard, karaoke, PlayStation, hammasi. Full xudo xolisa. Monitorni ham zo'rini qo'ydirib qo'ygansiz. Bo'ldi aka, narxini necha puldan qo'yamiz dedingiz? Narxini kelishtirib beramiz. Sizlar kanaldan chiqqanligi. Endi hozir yozda stabil narx bo'lmaydi. Aha. Odamga qarab gaplashamiz. Xudo xolisa chiroyli narxli qilib berasiz. Shanbodi xushkunlar ham, ha? Gaplashamiz. Bo'ldi aka, o'z nomeringizni yozib qoldiraman, barakasini bersin. Ko'rib turgan dachalarni yangi sveji hali odam kirmagan ko'rishingiz mumkin. Monitorlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Nima deyapti bu akalar? 3 etajdan iborat terrasasida butun xo'jagat ko'rinar ekan. Pramo egalari nomerini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib biron qilib chiqib kelsanglar bo'ladi. Bu yerda 2 xil saunasi mana ko'rishingiz mumkin. Zimmiy basseynlarini qaranglar, top-toza. Hali odam kirmagan sveji bo'lib turibdi dachamiz. Bemalol chiqib kelib biron qilsanglar bo'ladi shu dachani.